6 ga keldikmi? 6 dan nima deyapti? Aralashmaning hajmi qancha ekan? 100 litr. 100 litr ekan. Bu ham zo'r savol ekan, ey. Bitta joy bilan chiqdi. 100 litr aralashmaning 40 litr SO2 60 litr havomi? Xo'sh. SO2 ni ham qanchasi reaksiyaga kirishgan deyapti? 40%. 6-savol. Qaranglar. 6-savol. Birinchi ish. SO2 necha litr deyapti? 40 litr. Agar men shuni o'zini alohida 100% bo'lsam, shuni necha foiz reaksiyaga kirishgan? 40%. Qancha to'g'ri keladi? 16 litrga to'g'ri keladimi? Ikkinchi ish. SO2 kim bilan kirishgan? Havo tarkibidagi kislorod bilan kirishsa SO3 hosil bo'lganmi? Reaksiyani tinglaymiz. 2 1 2. Qaranglar, 3 kirishib 2 hosil bo'lyapti. Nechiga kamayish yo ortish? 3 dan 2 hosil bo'lyapti. 1 ga kamayishmi? Yo 2 ga 1 ga? 1 ga kamayish. 2 mol SO2 kirishganda 1 ga kamayishmi? Bizda necha litr SO2 kirishyapti? 16. Qaranglar. Moldan mol. Ha? Mana litrmidi? Litrdan litr. 8 litrga nima? Kamayishmi bu ham? O'zi bitta reaksiya bo'lyapti inshoalloh bu yerda. Boshqa reaksiya bo'lgani yo'q. Demak, shu reaksiyani hisobiga dastlabki hajm kamayishi kerakmi? Dastlab qancha edi umumiy hajm? 100 litr. 100 litrmidi? 8 litrga kamayibdi. 92. Keyin qancha bo'lgan? 92 litr. Mana shu aralashma so'ralyapti bizdan. Keyingi aralashma, to'g'rimi? Bormi shunaqa javob? Bor. 7. Yadro reaksiyasi. Radonmi? 7-savol. Radon plus parchalanyapti. X mol alfa to'g'riga 2 elektron 0 minus 1 y 2 mol neytron. 2 mol 1 ga 0 zaryadsiz zarracha, ha? Asosiy nima qolib ketibdimi? Vismutmikin? Vismut. Zaryad 83. Bu davr istimada berilgan bo'ladi-ku o'zi. Yadro reaksiyalarida, to'g'rimi? 86 mi? 224. Massa 224. Endi birinchi ishga e'tibor qaratasizlar. 1,12 gram. Mana radon bor-ku. Shuni 1,12 gramidan qancha elektron yo alfa? 0,25. Ha? 0,25. Yaxshilab qaranglar 10 ustini. 0,25. Ha, 10 usti 23 emas-ku u yerda. 0,25. Bu 1,12 gram radondan chiqayotgan elektron, alfa, neytron qaysi biri? Elektron. Elektronmi? Xo'sh, radon o'zi 224 berib ketgan, ha? Qancha chiqadi? 5 mol. 5 molmi? Demak, elektronning oldiga 5 tushar ekan, Y o'rniga, ha? Endi bizga yana qanaqa ma'lumot kerak? Xo'sh, qaranglar. Chap tomonda zaryad 86. O'ng tomondan zaryad yig'indisi nechini berish kerak? 86 dan 83 deylik, vismutni. Bu zaryad bermaydi 2 karra 0, to'g'rimi? 86 dan 83 dersa 3. Demak, mana bu ikkalasini yig'indisi qiymati, yig'indisi 3 ni berish kerak, ha? Bu nechidir? Zaryad 2 to'g'rimi? Bunday deganida, ya'ni qaranglar, alfa bo'yicha ishlayapti. X mol alfa 4,2 va 5 mol elektronda zaryad yig'indisi nechini berish kerak ekan? 3 ni berish kerakmi? Yoki bunday qilsak ham bo'laveradi, ortiqcha ish qilmasdan to'g'ri qarang.
Hop shu yig'indi 86 ni berish kerak, a? Buniki 2 kere 2. 2 2x mi? Demak, 2x plus minus 5. minus 1 ni 5 ga ko'paytirsa minus 5 ekan, ha? Minus 5 plus 2 kere 0 83 mi? Yig'indi nechini berish kerak? 86. X topinglar. 4. X 4 mi? Endi massa bo'yicha chap tomon 224 ni bersa, o'ng tomondagi massa qiymati ham nechini berish kerak? Shunda alfanikini ayiramiz. 4 kere 4 16, 224 16 ni ayring. Ha? 208, ha? Bu massa bermaydi. 208 dan 2 ni ayring. Demak, mana bu Vismutni massa qiymati nechi bo'lgan? Nima so'ralgan Vismutdagi? 206 Vismut 83. Neutron topish uchun 206 nisbiy atom massadan, massadan emas, nisbiy massadan ayiramiz. 123. 123. Bormi shunaqa javob? Tushundinglarmi o'zi birodarlar? Qiyin joyi yo'q acha. Keyin 8-savol. Sakkizinchi savolmi? 8. Yasovchi bilan kim bor? H2. Atomlar soni teng degani uchun o'rtoqlar, bunda 4 ta, bunda 3 ta bor. Shuning uchun buni oldiga 4, buni oldiga 3 qilib qarama-qarshi holatga chiqarib olsam, 4 kere 3 12 ta atom, 3 kere 4 12 ta bo'ladi. Faqat qarama-qarshi holatga chiqarib oldim. Atomlar soni teng. Shunda biri 3 mol bo'lyapti. 3 molning massasi 240 gram plus 4 molning massasi. Ha? 136 gram. Qo'shib aralashmani topib olaman. 376 gram aralashma massasi bo'ldimi? Ikkinchi ish. Shu 3 mol esa 3 bor. 4 mol vodorod sulfid bormi? Neutronlar. Bunda 8 ta, bunda 16 ta. 8 kere 3 24, 16 ni qo'shsam 40. Bir molida 40 ta neutron bormi? 40 qara 3. 40 qara. 120 ta neutron bunda bor. 4 molida. Bunda 4 molidagi neutronlar. 64 ta neutron bormi? Qo'shib beramiz. 184. Neutronlar soni shu aralashmada 184 ta bo'lganda aralashma 376 grammida. Bizda neutronni 92 ta deyapti. Aralashma nechi gram? Bormi shunaqa javob? 188 gram bo'lar ekan, ha? Keyingisi 9. Xo'p, havo almashtirgich tizimi bo'lmagan xona bor ekan. 8, 10, 2,5. Chiziqcha degani ayring degani emas, o'rtoqlar, ha? 200 metr kub. Ha, uchalasini bir-biriga ko'paytirsak metr kub kelib chiqadi, ha? Nechinchi savol? 9. 9-savol, ha? Birinchi ish. Nima so'ralgan? Ha, birinchi xonani topib olamiz. 8 ko'paytiraman. 10. Xona metrda bo'ladi. 8 metr ko'paytiraman, 10 metr ko'paytiraman. 2,5 metrlik xonamikan. Natija 200 metr kub. 3 ta metr kub bo'lib ketadi. 1 metr kubi 1000 litrmi? To'g'rimi? Demak, men buni 1000 ga ko'paytirsam hajm litrda kelib chiqadi. 2 dan keyin nechta 0 bor? 5 ta 0 bor, ha? Litrmi qiymat? 200 ming litrmikan?
Umumiy hajm. Endi o'rtoqlar, odatda havo tarkibida hajm jihatdan 0.04% karbonat angidrid bo'lar ekan, ha o'zi. Lekin shu foiz 0.1 ga yetganda bosh og'riq, nafas olish qiyinlashish kelib chiqar ekan, to'g'rimi? Ha, 0.04 dan 0.1 ga yetganda. Demak, bizga uni oralig'i kerak. Oshgan foizi kerakmi? Necha foiz? 0.04% bo'lar ekan o'zi, to'g'rimi? 0.1% ga yetganda bosh og'rig'i boshlanar ekan. Farq kerak bizga. 0.96 0.1 mi deb mana shu qilib? 0.06% farqni kim keltirib chiqargan? Bolalar keltirib chiqargan. Chunki bolalar kirmasdan oldin qancha bo'lgan o'zi karbonat angidrid xonada? 0.04 mi? 0.1% ga yetkazishda bolalar ishtirokchi bo'lgan. Bolalardan chiqqan karbonat angidrid hisobiga foiz 0.04 dan 0.1% ga oshganmi? Bolalar chiqargan karbonat angidridni. Mana bolalar hisobi. Endi xonani hajmi 200 ming litrmi? Shuni 0.06% ni topamiz. Men shuni 100% deb olsam, 0.06%. Ya'ni bolalar chiqargan karbonat angidrid hajmini topamizmi-kan? 120. Qancha? 120. 120 litrni kim chiqargan? Bolalar. Bolalar chiqargan. Tushunarlimi? Xonada o'quvchi qancha bo'lgan? 24 ta. 24 ta o'quvchi bo'lgan. Ha, sizlar deyapti-kan-a? 24 ta o'quvchi bo'lgan. Hop. 24 ta o'quvchi bo'lgan paytda xullas bitta o'quvchidan necha litr karbonat angidrid chiqargan ekan? 20 litr. 24 ta o'qituvchi necha litr karbonat angidrid chiqarganini topish uchun biz necha litrga ko'paytiramiz? 20 ga 24 20 ga ko'paytirsa 480 litr nima chiqargan? Kim? O'quvchilar, bolalar chiqargan uni karbonat angidridni. 5-ish. Xo'sh. Ha, bu 480 litrdi-chi. 480 litr karbonat angidridni bolalar necha soatda chiqargan? 1 soat. Necha minut yuradi? 60 minut yuradi, to'g'rimi? Bolalar 1 soatda 480 litr chiqarar ekan. Lekin bosh og'riqni keltirib chiqarguncha necha litr bo'lgan? 120 litr. Qancha vaqt ketgan bosh og'riq boshlanishiga? Ha? 15 minutmi? Ha, demak, bolalar sinf xonasiga kirgandan keyin 15 minut o'tgandan keyin bolalarda nima boshlangan? Bosh og'riq, esnash, charchash, zerikish boshlangan, ha? Tushunarli birodarlar? Xo'sh. Keyingisi. Og'irgi elektron uchun bosh kvanson qiymati qanday o'zgaradi? 81 kim? Talli? O'ninchi savol. Birinchi ish. Xullas bizda bunday holat beryapti. 81 strelka, 32 strelka, 33 strelka. Bo'ldimi? 81 bu. Talli. O'tyapti. Germaniy. O'tyapti. Mishyak o'tyapti. Qo'rg'oshinmi? Qo'rg'oshin. Tallini oxirgi elektron uchun konfiguratsiya. Oxirgi qavat uchun 5D10 6 P1. 6P1 mi? Oxirgi elektron shu-da. Xo'sh, shu 6P1 dagi elektron uchun qanday kvanson? Bosh kvanson.
Oxirgi elektronmi shu? Bosh bilan son qiymati necha ekan? 6. Bosh bilan son ha bu. Germaniya uchun tashqi qavatdagi elektron uchun konfiguratsiya. 4/2 mi? Ha. 4/2. Bosh bilan son bu uchun 4 ekan ha? 4/3. Bosh bilan son 4 ekan. Keyingisi 6/2. Bosh bilan son necha ekan? 6 ekan. Bizda so'ralgan narsa Qanday o'zgaradi? birinchisi kamayyapti 6 dan 4 ga. 1/mi? Ikkinchisi o'zgarmaydi. Uchinchisi ortdi. Xullas B, S, A. Kaltimi ekan? Tushunarlimi birodarlar? Yaxshi.